Ertaga videomiz chiqqandan keyin o'rtoqlarimni maktablarim kulsa ham mayli, ayam tuzalib ketsa bu. Ushbu videoni Allohning rahmatiga, jamoliga, jannatiga va payg'ambarimiz shafoatiga erishmoqchi bo'lganlargina ko'radi, minglab insonlarga tarqatadi va qo'yilgan kartalarga hissasini qo'shadi. Chunki bu uch tomonlama haqli. Birinchidan Parkinson kasal, ikkinchidan turmush o'rtog'i qonida homilasi borligida tashlab ketgan, tag-tugi bilan yo'q eri. Uchinchisi miskinlik holatida. Hattoki hokim ham uy devorlarini o'rab berishga yordam qilgan ekan. Mahalla ko'ylar hammasi bilarkan. Andijondan chaqirdik. Bizga bir oy oldin kelganida ahvoli juda og'ir, opa uchutga qo'yaman degan. Srochni qo'yib o'rmasak, uyda erkak kishi yo'q. Birinchi o'rinda ojiza. Kelinglar, mana shu qizni yetim qolib ketmasligi uchun, o'zi ota yo'q, onasiz ham qolib ketmasin. Srochni Hindistonga yuborishimiz kerak. Maksimalli videoga like bosasiz, kommentariyga soat 5larni chorlaysiz va videoni yuzlab odamlarga yuborib, storiesga ham tortib qo'yishni unutmang. Bugun 9-aprel haftaning payshanba kuni, ertaga 10-aprel juma kuni soat 9:00 gacha 24 soatlik ehsonimiz yondi. Allohga shukr. Jonim yomon qiynalib ketdi. Dunyo bo'yicha hech kim kasal bo'lmasin. Ilohim. Hammaga shifo bering, shu bolalarga yo'llarni oching. Alloh ehson qiluvchilardan ham Alloh rozi bo'lsin. Amin. Shu opaga kim ehson qilsa, ilohim jannat muborak bo'lsin. Allohu akbar. Kattalarimiz shu onaxonda o'zining nomiga ochilgan Suroya Mannopova, qizlarining nomiga ochilgan Ismoilova Sarvinoz chiqadi. Adashmanglar, videoda og'zaki aytayapmanmi, o'sha videoga kartaga pul solinglar. Ko'pchilik mashinliklar meni ovozimni kesib tashlab turib, o'zining kartalarini qo'yib olishi mumkin. Aziz vatandoshlar, ikkinchi oilamiz Samarqandda. Bugun ikkita oila olib chiqyapmiz. Samarqanddan Parkinson kasaliga chalingan. Qanchadan beri dedingiz? 12-yildan beri. Sharoit og'ir. Bir o'g'il, bir qizlari. Akamiz o'zi ham 2018-yil avariya bo'lib, bitta oyoqlaridan ayrilgan. O'zi nogironlik holatida. Ayoli puli yo'qligidan operatsiya qildira olmayapti. Parkinson kasal. Ularni ham zudlik bilan jo'natishimiz kerak. Ikkala oilaga ham $30,000 dan $60,000 pul yig'ishimiz kerak. Aziz vatandoshlar, yana qaytarib aytaman, mashinliklar ko'payib ketgan, kartalarni ism familiyalarini og'zaki aytaman. Parkinson opamizning ismlari Dilnoza Ismoilova, turmush o'rtoqlari Sherzod Nizomov. Shu kartalarga ikkala oiladan ham 6 tadan 12 ta karta qo'ydik. Chunki 24 soat ichida ulgurishimiz kerak. Uning ustiga limitga tushib qoladi kartamiz. Agar hammasiga tushira olmasanglar, kechasi 12:00 dan yana harakat qiling. Kunga ehson qilsa, men insonga jannat tilayman. Masalan, qizimni uzatganman, orqasini borolmaymiz ikkalamiz ham. To'g'risida bu ahvolda. Uy shipi bormi, kosatva, uygan ovqat qilibmi, hammasini bunga qalayman ertalabdan kechgacha. O'zingiz-a? Ha, bu o'z ovqat yeyolmaydi, o'zim yegizaman. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Hech bo'lmasa o'sha o'z ovqatini o'zini qilsa, masalan, ovqat qilishmay, uy yig'ishtirishni o'zim qilaman. Masalan, endi nima bo'lganda ham o'zim qilaman. Erta kelin olamiz, kelin qiladi. Qo'li qotib qoladi, qo'lni постоянно uxlab o'tiraman kuni bo'yi. Voy, mashalloh. Aka, jannat muborak bo'lsin sizga. Biz hozir Zangata ziyoratgohiga chaqirganmiz. Manzil Zangata ziyoratgohi, o'shaning yonida mehmonxona bor. O'zim ertalab 9 dan ertasi juma 9 gacha o'zim o'tiraman. Yana qaytarib aytaman, iltimos, hozir o'chirtim bor, birovni haqiga birovni qo'ya olmayman. Meniga oilaviy bo'lib, ota-onalarni, enalarni qiynab olib kelib olmanglar. Agar siz birovni haqiga qo'ya olmayman degandan keyin bu yerga kelib olyapsizmi, demak sizning iymoningiz zaif. Qanaqa qilib birovni haqiga bemoringizni tuzatasiz? Nimaga sizga kasal u boshqalar kasal emasmi? To'g'ri tushuning. Mening imkoniyatim yo'q, men yerda meni qiynayapsiz. Men sizga yordam bera olmayotganimga vijdonim qiynayapti. Iltimos, bunaqa bostirib kelib olmanglar. Xudo xolasa yengillatib olsak, sekin-sekin murojaat qabul qilamiz. Hozir murojaat qabul qilmayapman. Faqat pastda telefon nomer qo'yibman, boshqa vajlar bilan bezovta qilmaysizlar. Naqd pul berib olmoqchi bo'lganlar, kelasizlar. Men shu yerdaman o'zim. Bittalab hisob-kitob qilib, sizlarni omonatinglar va dunyo va qiyomatda ham javob beramiz. Endi Toshkent shahrida ishxonada ishlayotganlar, men bora olmayman u yerga, kelib olib ketadigan bormi desanglar, mana shu rasmda turgan Mohira singlim bilan Mansurbek borishib, sizlardan pulni yig'ib keladi. Qolganlar iltimos, qaysi viloyatdan bo'lsa ham kelinglar. Har bir bosib kelgan qadaminglarga qiyrat ajr bor. Har bir bosib kelgan qadaminglarga to'kilish, gunohinglarni to'kilishi kaforat bor. Kimki qaysiki bemorni shifo topishga yo'lga chiqsa, Alloh taolo uni dunyo va oxirat hojatlaridan behojat qiladi deydi. Ahli ilmlarimizda ko'p eshitamiz shu gapni. Aziz vatandoshlar, kelinglar, to'xtab qolmanglar. Balkim sizni bosib kelgan yeringiz jannatdir. Keling, oxirat uchun bostirib keling. Imkon qadar shu ikkala oilani zudlik bilan chiqarib yuborishimiz kerak. Hammaga omad, hammanglarni yaxshi ko'ramiz.